Men Xudoybergenova Elmira Umaraliyevna Toshkent gumanitar fanlar universitetini aniq gumanitar fanlar kafedrasining katta o'qituvchisi bo'laman. Sport yo'nalishimiz bor. Sport yo'nalishimizda kickboks, karate, taekvondo, dzyudo hamda kurash, futbol yo'nalishlarimiz bor. Shaxmat turlariga juda ham qiziqadi va ularda iqtidorli talabalarimiz juda ko'p. Biz o'zimiz universitetda ham voleybol bo'yicha, futbol bo'yicha hamda stol tennis bo'yicha musobaqalarda qatnashib, yaqinda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni olgan talabalarimiz bor va biz kuchli uchtalikka kirganmiz. Yaqinda 24-27 fevral kunlari bizning universitetimiz Penchakslat federatsiyasi bilan birga hamkorlikda rektor kubogimizni o'tkazdik. Unda biz talabalarimiz qatnashdi va talabalarimizda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallashdi. Bizni talabalarimizga beradigan tavsiyalarim ko'proq o'zlarini ustilarida ishlash, ya'ni o'zini sport turlari bo'yicha yaxshiroq ishlab, yaxshiroq natijalarga erishish kerak. Buning uchun ko'proq amaliy mashg'ulotlarni bajarishlari kerak va amaliy shug'ullanishlari kerak. Har doim ustoz shogird, ya'ni ustozlar bilan, ustozlar bergan bilimlar bilan, ya'ni ustozlar ko'rsatgan ko'rsatmalar bilan birga ular yuqori natijalarga erishsa bo'ladi.